Bugun Buxoro viloyati Vobkent tumanida "Bo'yin bog'siz kun" loyihasi doirasida press tur tashkil etildi. Dastavval tuman hokimi Akmal Osonov tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillariga tumanda amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil so'zlab berdi. Press turning birinchi manzili Vobkent tuman tibbiyot birlashmasi hududida yangidan qad rostlayotgan Vobkent tumanlararo OIS laboratoriyasi bo'ldi. Ushbu laboratoriya tashabbusli budjet loyihasi doirasida 1,360 million so'm mablag' hisobidan qurilayotgan va Vobkent, Shofirkon hamda Peshku tumanlarining OITSga tekshiruv tahlillarini amalga oshirishi aytib o'tildi. Tumandagi shifokor mahalla fuqarolar yig'ini bo'ldi. Hududda tomar qayerlarni sug'orish maqsadida tashkil etilgan suv nasoslarining bugungi kundagi holati va aholiga to'xtovsiz xizmat qilayotganligi alohida e'tirof etildi. Press tur ishtirokchilarining 3-manzili esa Vobkent tuman obodonlashtirish bo'limi tomonidan tashkil etilgan gullar yetishtirilayotgan issiqxona bo'ldi. Bu yerda yilning turli mavsumlarida chiroy ochib turadigan qariyb 10 turdagi gullar urug'i orqali yetishtirilmoqda. So'nggi manzil tumanning Rabot-Oxun mahallasidagi Vobtex mas'uliyati cheklangan jamiyati tikuvchilik sexi bo'ldi. Ushbu tikuvchilik sexi ayni kunda 60 ta zamonaviy jak rusumli tikuv mashinasi va matoga bezak beruvchi uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, 60 ga yaqin chevarlarni ish bilan ta'minlagan. Press tur ishtirokchilari ushbu sexning faoliyati bilan yaqindan tanishib, mutaxassislar bilan suhbatda bo'lishdi.